Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi nalichidagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi Tahoe 2324 11300 km yurgan 83000 so'rayapmiz. Keyingisi yana Tahoe 9800 yurgan 4000 dollar navoroti bor 2324 bu ham top toza. Buni 83000 so'rayapmiz buni ham. Buni ham kelishtirib beramiz. Keyingisi Traverse 2325 25 salondan olingan 23 tex pasport 7000 km yurgan 4000 dollar navoroti bor. Buni narxini 56000 so'rayapmiz. Kelishtirib beramiz. Keyingisi Traverse yana 79000 yurgan, Morda bron bo'lgan, 4 ta yaxshi baloni bor, Kurgoy tonirovka 11 oyi bor, propani bor. Buni narxini 45500 ming so'rayapmiz. Keyingisi Kia Sorento 3.5 motor, shaybali 81700 yurgan 7 kishilik eng fulli bo'ladi, 36500 ming so'rayapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Keyingisi Equinox 472 millionlik 23-chi 42600 yurgan kraska top toza Pony navorot. Buni narxini 33200 so'rayapmiz. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, naqd pul tikib olib qolamiz. Sotib berish xizmatimiz ham bor, barter xizmatimiz ham bor. Hammaga e'tibor uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.